Mercedes-Benz yil 2019. Probegi 88.000 mayl, ya'ni 120.000 kilometr. 3 motor bo'ladi. A450 Tormatic. Ya'ni to'rala balon tortadi. Holati yaxshi. Salonlar ideal turibdi. Mana ichki qismi. Arqa tomondan ko'rsatamiz sizlarga. Ishlari ham yaxshi turibdi. Alcantara, koja salon. Avariyasi shu faqat arqa tomondan bo'lgan ekan. Narxi 28.500 dirham. Ya'ni $7.000 bu starting baholanishi. Bu mashinamiz 13-14.000 gacha chiqadi auksiondan. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.